Inson faxri milliy mukofotini tantanali topshirish marosimiga xush kelibsizlar. Bugun men mana shunday O'zbekistonda tug'ilganimdan, mana shunday insonlar borligidan xursand bo'ldim. Boriga shukr O'zbekistonda. Biz butun yoshlar bitta jamoamiz, prezident jamoasimiz biz. Vatanni sevish uchun gapirish shart emas, uni aytish shart emas. Mana shu ishlarning o'zi ularni qanchalik vatanparvar, qanchalik yurtiga, yurtdoshlariga befarq emasligini yaqqol ko'rsatib turibdi. Yuzlab, minglab millatimizga yordam beradigan shunday qahramonlar juda to'lib toshib ketsin O'zbekistonda. Har yil shunaqa insonlarni topib, mana shu mukofotlar berib, ularni qahramonga birgalikda aylantiraylik.